أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور İnne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Adiyat suresi 11 ayet. Bu Mekke'de nazil olan. Müfessirlerin köpünsü Peygamberlik yılının 2. yılı nazil olan. Yani şu Müslümanların ki en aciz urundu sokundu olan eğer külle beşer kilovatkan küllenin bir nazil olan sure. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismindən başlayman. G'azilarning düşmanga hujum qilishda hasirab yugurguchi, qattiq yugurganlikdan, tuvoqlaridan o't chiqarguchi, aytganda dushman ustiga bostirib kirguchi, qattiq chapqanlikdan to'pichang chiqarguchi, shu to'pichang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, İnsan hakikaten Perverdigarının nimetlerini şeksiz inkar kılgıcıdır. İnsan hakikaten onunla, yani Allah'ın nimetini inkar kılganlığa elbette üzü güvektür. İnsan pulmalga intayın herestir. Kabirlerdeki ölükler sırtqı çıkarılgan. Dillerdeki sırlar aşkara kılınan çağda, onların hemme ahvalının Perverdigarının hakikaten haberdar işkelliğini bu neden insan bilmemdi. Bu ayette Allah yana qasam qilib başladı. Vel adiyat zabahan. Düşmanga hujum qilishda hasirab yugurguchi. Zabah qattiq jug'an chaqda meydidan asildigan bir ovoz bor. Otninki ichidan bek tuz jug'aganda, uzoq jug'aganda asildigan ovoz. Shuni ati zabahan. Ovoz chiqib jug'an ot bilan qasam qilaman deydi Allah. Allah'ınki bir narsaga qasam qilishi, bir narsaning bek muhimligini, Allah'ın shu narsani bek yaxshi ko'rganligidan yoki uning bek muhimligini ifoda qilish uchun yoki bek yo'g'on bir narsani ifoda qilib Alloh o'zining qudratini ifoda qilish uchun bir narsaga qasam qildi. Yoki ba'zi chog'da hayronlik ifodalash uchun qasam qildi. Bu yerda bir necha xil tafsir bor. Bu tafsirlarning ichidan Abdullah ibn Mas'udning Ibn Abbasning tafsiriga asosan tafsir qilinibdi va Ibn Abbas shunday tafsir qilgan. Jug'ugan chaqda ovoz chiqarib jug'ugan, dushmanga hujum qilgan otlar bilan qasamki, qattiq jug'uganligidan otning tuvoqlari qattiq tashlag'i tekkan chaqda valildab chaqmoq chaqtirgan otlar bilan qasamki, et deganda dushman qo'shiniga hujum qilib mangan otlar bilan qasamki degan bo'ladi deb Ibn Abbas shunday tafsir qildi. Endi bu tafsirni hozirgi zamonga tatbiq qilgan vaqtda hozirgi zamonning urushlarida ot ishlamaydi. İşleydi, ko'rinarli natijasi qilolmaydi. Otning ishlaydigan yerlari bor. Hatto eshakning ishlaydigan yerlari bor. Taqliqda va'da, tanki ma'maydigan yerda, aeroplan chiramaydigan yerda ishlasa bo'ladi. Ammo dushman ustiga hujum qilib ma'ndigan yerda ot, tuga, eshak hozirgi zamonda ishlamaydi. Shuning uchun bu yerda sifat bor, adiyat musbat, muriyat sifat, mug'irat sifat, mevsip yok. Yani süpetlengüç yok. Süpet var, süpetlengüç yok. Atның hiç qanday yerinde ya g'azilar degan gap yok. Yoki at degan kelime yok. Fakat böyle jug'ugan chaqda ovoz chiqarib jug'ugan bir kuchqa yoki jamoatga qasam degan bo'ladi. Shuning uchun Abdullah ibn Abbas bu yerda at deb qasam qiladi. Chunki u chaqdagi urushlarda at eng yuqori darajada qural bo'lg'achqa İbn Abbas at deb tarjima qiladi. Shuning uchun hozirgi zamonga qilgan vaqtda musulmonlarning Alloh yaxshi ko'rgan bek muhim deb qaragan ish ku bu. Shunday bo'lgankin hozirgi zamonga tarjima qilgan vaqtda dushmanga qarshi mangan vaqtida toza ovoz chiqarib guldir taraqcha chiqadigan kuch bilan qasamki, u kuchning hozirgi zamonda urushchi aeroplanlar, qirg'ochi aeroplanlar, helikopterlar, tanklar, boshqariladigan bombalar. Aşında kuch bilan qasamki deb Allah bunu bilan qasam qiladi. Bunda tarjima qilishimizning sababi Ibn Abbasning at deb tarjima qilishining sababi
Əslində bu ayət nazil bolğan vaqtda uruş fərz qılınğan emas, cihad fərz qılınğan emas. Cihaddan söz etiş mümkün emas. Uruşun bop bakman desa. Uruşun bop bakmağa. Təq peyğəmbərlik yılının 2-ci yoki 3-cü illəri. Amma Allah musulmanlığı bir hədəf, g'oya ko'rsatib turadi. Siz musulmon bo'lgandan keyin, Allohning askari bo'lgandan keyin, sizlarningki hadafinglarda, sizlarning nishoninglarda, sizlarning qulanglarda kelgusida mushundaq kuch bo'lishi lozim. Yoki kelgusida mushundaq kuch bo'ladi, hozir ojiz bo'lgan bo'lsangiz, unga xafa turinglar. Mushundaq kuch bo'ladi, insonning qo'lidan mushundaq kuch keladi qilay desa. Agar tirish qilsanglar, kelgusida hammaning ustidan hujum qilib manglaydigan harbiy kuch qulanglarda bo'ladi deb musulmonlarga nishon ko'rsatib turish uchun. Bu nazil bo'lgan. Allohning maqsadi shu. Bo'lmasa bu oyat nazil bo'lgan vaqtda jihad farz emas. Fal muriyati qadahan. Tazjuguga vaqtda dushmanga etilgan vaqtda eg'ir toshlarga tegib chaqmoq chaqqizalgan olimlarni yurt yutaligidek o't chiqaradigan, o't chechadigan kuchga qasamlaydi. Bumi yana yoki boshqariladigan bomba, nuklear bombalari, atom, aeroplan, tanka, eg'ir tipdagi qurollarga ishorat qiladi. Etilayotgan o'q. Bir yerga tekka vaqtida gom qilgandan keyin hamma yerga o't chechib, ko'kni yo'ritib, mangalaydigan, bo'satmaydigan eg'ir tipdagi qurol yaroqlar bilan qasam. Fal mughirati subhan. Yana shunda bir kuchga qasamki, bu kuch shunda hujum qiladigan kuchki etdiganda hujum qiladi. Subh degan hamma odamning uxlaydigan vaqti. Ya'ni o qurol shunda bir qurol yaroqki kunduz kecha tonimaydigan, ishlatilmaydigan vaqtda, hatto hech kimning kerak kelmay uxlaydigan vaqtidimi, yana shunda yaraydigan. Subh vaqtida dushmanga hujum qilib manglaydigan qurol yaroq bilan qasamlaydi. Fa atharna bihi naqan. Bu hujumchilar bu kuch bilan chang to'zangni to'zitib yetalaydigan. Bir yerga berib tekkan chog'ida hem shu ovoz bilan hem nurluq, hem o'tluq, hem ovozliq, hem bir yerga tekkan vaqtda shunda bir chang, g'ubar, to'zang to'zitdiki, olimni bir og'adek ashuna chang to'zang to'zitib yetalaydigan kuchga qasamlaydi. Favasatna bihi jama'an. Yani bu kuch shunda bir kuchki, bu kuch bilan berib bir jamoatning ichiga o'tirish gommudin tushadigan. Jamoatning qap o'tirish tushadigan. Shunda kuch bilan qasamlaydi. Hozirgi qurollar shunda qo'y, masalan, boshqariladigan bomba bo'lsin, tankining, zambirakning o'qlari bo'lsin, aeroplanning ko'tarib boradigan o'qlari bo'lsin, qancha odam jiqiya bo'lsa, askarning o'tirish tushayolsa shuncha yaxshi. Burunqi qurollardek bir joyga bo'kib turib, ko'mas vaqtida atay demaydi. Qancha odam jiqiya bo'lsa, bo'z qancha askarning kuchli yeriga tushadisa, shuncha yaxshi bo'lgan kuch. Alloh shuni qasam qilyapti. Favasatna bihi jama'an. Bir jamoatning o'tirishib turadigan kuchga qasam. Shuning uchun bu payg'ambar alayhisolamning vaqtidagi sahobalarga, yangi musulmon bo'lgan sahobalarga, hattoki hozir zaman bizga Alloh bizga nishon ko'rsatib turadi. Agar siz iymon etadigan bo'lsanglar, musulmon bo'ladigan bo'lsanglar, sizning qulog'ingizda mush kuch bo'lishi lozim. Men mushundaq kuchga hayron. Qasamning bir ma'nosi hayronlik ifodalash uchun qasam qildi Alloh. Men mushundaq kuchni qo'lga keltiradigan jamoatga, ashundaq millatga hayron. Ashuni bek yaxshi ko'rma, ashunda bo'lishini orzu qilma. Shu kuch iymonsizlarning qo'lida emas, sizlarning qulog'ingizda bo'lgan vaqtda, lekin dunyoning tinchligini, asayishini qo'l tutib turasizlar. Shu chog'da inson haqlari, kishilik huquq, ozodlik, hurriyat deganlardan o chog'da gap bo'lsangiz, yarashqidek bo'ladi. Yani eng yaxshi ko'rganim shu, sizning g'oyangizda hadafingizda mushu lozim, mush bo'lishi lozim deb muhindaq degan bo'ladi. Deydi Ibn Abbas tafsirida. Ibn Abbas buni tafsir qilgan chog'da bir sahoba Ibn Abbasning bu tafsirini Hazreti Ali'ga deydi. Hazreti Ali anlab turib ketib İbn Abbas bilan uchrashgan yerda İbn Abbas shunday deydi. İbn Abbas sen shunday tafsir qilsa Qur'onni anladim. Ammo bilmagan ishda jiq gap qilmaslik lozim. Chunki bu oyatda faqat sifat va mavsuf yo'q. Faqatlam bu g'azotchi atlarga, g'azotchi tanklarga, g'azotchi aeroplanlarga, g'azotchi qo'shinga, g'azlarga deb qo'ysak, oyatning mazmuni faqatlam bir qo'ziqqa bog'lanib qolgan bo'ladi.
senin degining bir ma'na deydi Hazreti Ali'ning demişti bu o'g'li. Senin bu tefsir qilishing bir ma'na. Ama tefsir qilinishga to'g'ri kelganda nurg'un ma'na chiqadi. Har turli ma'na chiqadi bundan. Deb anandikin Hazreti İbn Abbasqa degan yerda shu bor. Birinchi qatimliq jang Bedir jangi. Yo'q, eng cho'ng jang. Musulmonlarning eng g'alaba qilgan eng cho'ng jangi Bedir jangi. Shu Bedir jangida necha at vatdi? 2 at vatdi. O chaqda bu oyatdan düşmanlarga hujum qilib ma'gan at deb tarjima qilsak qanday bo'ladi? Shu ma'nomi chiqadi, ammo buningki Alloh va'da mavsudni zikr qilmaslikda bek keng ma'no bo'lg'achqa buningdan shuning uchun Alloh va'da demaydi u. Deb anandikini Hazreti Ali'ninki İbn Abbasqa ishorat qilgan yeri bu oyat nozil bo'lgancha qanday vaqtda deb so'raydi. So'rab anandikini bu oyat nozil bo'lgan vaqt musulmonlarning bek ezilgan chog'i. Kafirlarning bek qattiq qo'l, rahimsiz